O'g'li to'y kuni kelinning boshidan viski quyganligi uchun Ingushetsiyalik qishloq rahbari ishdan bo'shatildi. Ingushetsiya rahbari Yunusbek Yevkorov to'y kuni kelinning boshidan viski quygan amaldorning o'g'lini qarindoshlari sha'nini sharmanda qildi deb hisobladi. Butun Ingushetsiya ahli Gagiyevning o'g'li to'y kuni kelinning boshidan viski quygan aks etgan videorolik hayratga soldi. Kelin avvaliga kuyovning xo'rlashiga chidagan bo'lsa, oradan bir necha soat o'tgach ko'zda yosh bilan o'zini kresloga tashladi. To'yga tashrif buyurgan mehmonlardan biri kelinni himoya qilmoqchi bo'lganida kuyov unga qarshilik ko'rsatdi. Bo'lib o'tgan hodisa yuzasidan Ingushetsiya rahbari Yunusbek Yevkorov ham salbiy fikr bildirib, amaldor Rashid Gagiyevning o'g'lini xulqi uchun ta'na qildi. Kuyovning kelinga bo'lgan munosabatidan yoshlarimiz orasida tarbiyaning, axloq-odobning past darajada ekanligini ko'rishimiz mumkin. Kuyov o'zining bu xatti-harakati bilan go'yoki ingushlarning kelinni tilga kiritish udumini bajargan. Bu fikr qachon kuyovning xayoliga kelgani noma'lum. Mazkur udumni bajarish jarayonida spirtli ichimliklardan foydalanish, uni kelinning boshidan quyish odati mavjud emas. Mast ahvolda o'zining ahmoqligini namoyish qilish oila uchun sharmandali holdir deb yozdi Ingushetsiya rahbari o'zining Instagram sahifasida. U respublika ma'muriyati diniy bo'lim boshlig'iga fuqarolik yig'ini, masjid imomlar va jamoatchilik ishtirokida yoshlar orasida axloq-odob, tarbiyaviy ishlar yuzasidan tashviqot, targ'ibot ishlarini olib borish vazifasini yukladi.